yoki mana ichida bo'rilar hayvonlar ko'lning ichida izg'ib yuribdi, izlari qolgan mana bo'rilar. Odamniki nima bu? Qazonish bilan chiqadi deymiz. Tirnoq. Bu tegiga yotuvdi o'shanda esingizda bo'lsa, suv ko'p edi. Ashta yotuvdi. Birgina suv yo'q. Qora qamish ko'limiz ham qurib qoldi. Bu yerga o'rtasida ko'llar quryapti. Eng qizig'i bu ancha baland. Uncha ko'rinmaydigan ko'l, doim betlarda muzliklar bo'lgan. Hozir mana montajda ko'l bosadi. Qanaqa ko'l bo'lgan degan. Qanaqa noyob ko'l bo'lgan. Juda chuqur ko'ryapsizlarmi? Hozir ichiga tushaman. Eng oxirgi suvlar mana ko'l. Hali ham tubiga yetib borganim yo'q. Tubi hali u yoqda. Qirg'oqning ichida bo'rilar hayvonlar ko'lning ichida izg'ib yuribdi, izlari qolgan. Shuncha bilan chiqadi deymiz. Yo'q. Sizlar mana shu montajda muzikada ko'rgan ko'linglar qurib qoldi. Muzliklarni ustida ketyapman ehtiyotkorlik bilan. Mana eng tubiga keldim. Bir go'zallikni hosil qilyapti. Tagiga tushib qolsangiz bosib qoladi. Aziz do'stlar, suvlarni tejab ishlataylik, ekologiyaga va tabiatga befarq bo'lmaylik. Shu videomiz suvni tejamkorligiga targ'ibot bo'lsin, xursand bo'lamiz. Hammaga rahmat. Videoga like bosib, tarqatib qo'ying. Tabiatni asraylik. Umid qilamizki, ko'limiz yana qaytadi. Tabiatni asrang.